Energiyaga to'la VIP uslubdagi bugungi videomizga xush kelibsiz. Aziz tomoshabin, hayotda shunaqa mashinalar bo'ladiki, yonidan bir qarab o'tsangiz ham ko'nglingizda "Shu meniki bo'lsa-chi" degan mayin, lekin juda qudratli his uyg'otadi. Mana shunday hislarni ulashadigan mashina Bet Atto 3 bo'lib, bugun biz aynan shu texnologiya mo'jizasiga birga nazar tashlaymiz. Shuni aytish kerakki, bu avtomobil dizayni bilan sizni uzoqdan turib ham "Ha, men kelyapman" deb turadi. Uning silliq, shamolni kesib o'tadigan aerodinamik shakllari, qalin va hujumkor chiziqlari, hatto oddiygina qora bo'yoqda ham shunaqa jilvador ko'rinadiki, go'yo mashina emas, balki kechasi yulduz nurida sayr qilayotgan, o'ziga rom qiluvchi jonzotdek seziladi. Atto 3 ning umumiy siymosi juda sportcha, o'ta zamonaviy va ayni paytda qandaydir yengillik beradi. Ya'ni unga qarab, bu yengil yuradi, chaqqon bo'ladi, degan fikr shundoq oz-ozdan paydo bo'ladi. Old tomondagi yirik, ifodali panjarasi Bet logosi bilan shunaqa chiroyli uyg'unlashganki, u qarshidan kelayotganida sizga "Hayot yangilik bilan davom etadi" degan shiorni aytayotgandek, LED faralarning keskin shakllari esa unga alohida charoslik beradi. Bilasizmi, mashina faralarida bir gap bo'ladi. Ular mashinaning ko'zlari. Atto 3 ning ko'zlariga qarasangiz, o'zini ishonch bilan boshqaradigan, sizni xohlagan manzilingizga xavfsiz yetkazadigan kuchni his qilasiz. Endi salonga kiradigan bo'lsak, bu yer butunlay boshqa olam. Keng, rahat, texnologiyaga lim-molim va eng muhimi, zamonaviy hayotga mos. Markazdagi aylanuvchi katta ekran esa nafaqat ko'zni quvontiradi, balki aynan sizning qulayliklaringiz uchun xizmat qiladi. O'tirganingizdayoq "Ha, men endi kelajakda yashayapman-ku" degan oy keladi. Rul boshqaruvi yengil, o'rindiqlar ortopedik shaklda, materiallar esa sifatli bo'lib, uzoq safarda ham charchatmaydi. Bu mashinani haydab ko'rsangiz, elektr motor sizga shunaqa silliq tezlanish beradiki, hatto yo'lning o'zi ham mashinaga hurmat bilan qaragan tuyuladi. Boshingiz orqaga tashlanmaydi, lekin yurakda "Voy, yoqdi-ku" degan sevinch sakraydi. Dinamika esa shundoq yo'lga yopishib, jimlikda uchib ketadi. Kremniy bilan to'ldirilgan batareya tizimi esa xavfsiz, bardoshli va uzoq masofani yengib o'tishga mos. Shu bois Atto 3 sizga "Do'stman, tashvishlaringni men olib qo'yaman" degandek bo'ladi. Mashinaning xavfsizlik tizimlari esa alohida gap. Kameralar, sensorlar, yordamchi funksiyalar, barchasi siz uchun hushyor. Hatto ba'zan mashina sizdan oldin vaziyatni tushunib olgandek ko'rinadi. Kulgili tomoni, haydovchi oylab ulgurmasdan mashina "Xo'jayini, men ko'rdim, xotirjam bo'ling" deb qo'ygandek bo'ladi. Orqa yoritgichlarning trendi shakli kechasi o'ziga yarasha joziba yaratadi. Yo'lda boshqalar sizni uzoqdan taniydi. "Ha, bu Bet kelyapti shekilli" degancha bir zumda yo'l bo'shatadi. Umuman olganda, Atto 3 hayotda imkoniyat, qulaylik va maza beradigan mashinalar qatoriga kiradi. Kimdir uni bir marta haydab ko'rsa, ko'pincha "Shuni olsammi" degan oy bilan uxlashi ham mumkin, chunki u shunchalik jozibali. Xullas, azizlar, agar sizga ham Bet Atto 3 yoqqan bo'lsa, yoki sizningcha bu mashinada yana qanday qiziqarli nuqtalar bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, albatta kommentariyada fikringizni qoldiring. Videoni yoqtirishni unutmang. Bittaligi sizni hech narsa yo'qotmaydi, lekin bizni juda xursand qiladi. Kanalga obuna bo'ling, yoningizda doim shunaqa qiziqarli va VIP uslubdagi videolar bo'lib tursin.